Assalomu alaykum hammaga. Biz mana Ahror bilan mavzu yuzasidan Jasorat haykalini yoritib berish uchun kelganmiz. Jasorat haykali Toshkent shahrida bo'lib, Ahror aka bo'lgan orqasida joylashgan. Bu tomondan Shayxontohur, bu tomondan Yunusobodga kelish qat'iy chorrahasida joylashgan bo'lib, bu haykal haqida Ahror ozgincha sizlar bilan ma'lumot ulashadi. Haykal haqida ma'lumot berishni boshlayman. Hop, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda haykal, ya'ni zilzila qachon ro'y berganligi 1966-26 zilzila tongi soat 5 larda sodir bo'ladi va aynan zilzilaning eng kuchli bo'lgan qismi hozir biz turgan hududda, ya'ni haykal o'rnatilgan joyda bo'lganligi uchun haykalning lokatsiyasini ham o'sha yerda saqlab qolingan va bu sana ko'rsatilgan yodgorlik majmuasini yorib turibdi. Bu yoriq o'sha zilzilaga bag'ishlangan, ya'ni yerda qay darajada kuchli zilzila bo'lganligiga bag'ishlangan holda yoriq saqlanib qolingan. Bu yoriq ataylabdan qilingan, ya'ni zilzilaga bag'ishlab. Bu haykalning nomi Jasorat haykali. Nima uchun Jasorat deyilganda, 1966-yildan keyingi odamlarni jasorat ko'rsatib, bir-biriga qay darajada yordam ko'rsatilganligi, ya'ni hammaga ma'lum, o'sha davrdan boshlab Toshkent shahrini qayta qurish boshlanadi. O'sha zilzila tufayli vayron bo'lib ketgan 100 minglab xonadonlar, 100 minglab odamlar uysiz qoladi. Shu sababdan Toshkent shahrida yo'llar va metro bekatlari shu bahonadan qaytadan qurila boshlanadi. Haykalni o'zi haqida gapirib o'tsam, haykalning o'zida o'sha erkak kishi oilasini himoya qilayotganligi, eshikni ochayotganligi, eshikni qo'li bilan tushirayotgan holda tasvirlangan. Uni orqasida ayoli qo'lida bolasi bilan tasvirlangan. Bolasini himoya qilayotgan onani ham jasoratli deyish mumkin. Shu sababdan ham haykalning nomi Jasorat haykali hisoblanadi. Uni orqasida bo'lsa, hozir ko'rsatib o'tamiz kadrlarda, orqasida butun respublikaning turli hududlaridan o'sha davrdagi odamlarning yordam kelganligi, ya'ni Toshkent shahrini qaytadan qurish uchun ular ham safarbar bo'lganligi, bir-biriga yordam ko'rsatilganligi tasvirlangan uni orqasida va ular 6 ta bo'limlarga bo'linib o'tiladi. Ya'ni turli xil millat vakillari bo'lganligi uchun bo'lingan. Va bu haykal o'sha paytdagi zilzila haqida gapiradigan bo'lsam, zilzilani juda ham dahshatli zilzila bo'ladi va u 8-9 ball bilan baholangan. O'sha paytda bu Markaziy Osiyo tarixida bo'lgan eng kuchli zilzilalardan biri hisoblanadi. Balki eng kuchlisi ham o'sha paytda sodir bo'lgan. Shu sababdan ham haykal uni eslatib turish bahonasidan, o'sha paytdagi vayrongarchilikni eslatib turish bahonasidan va undan keyingi bo'ladigan bunyodkorlik ishlari haqida ham hikoya qiladi. Haykalning o'rnatilishi 1970-yilning o'rtalariga to'g'ri keladi va o'shandan beri bu haykalning lokatsiyasi o'zgarmagan, ya'ni hozirgi joylashgan joyi ko'chirilmagan, xuddi shu yerda joylashgan. Uni atrofidan keyinchalik bunyodkorlik ishlari olib borilib, Toshkent shahri qay darajada o'zgarganligi hammaga ma'lum, lekin haykal o'sha ko'rinishda o'zini holatini yo'qotgan holda hozirgi kunga ham yetib kelgan. Va haykalni boshqa rakurslardan ko'rsatib, u haqida boshqa ma'lumotlarni, bugungi kundagi roli haqida ma'lumot beramiz. Bugungi haykal maydoni, Jasorat maydoni deb atalgan joyi, uni odamlar o'zi kech qo'yilib qo'yib, dam olib, bu yerda suv bo'lganligi uchun chiroyli manzaralarda, kelinki ular kelib rasmga tushib ketish holatlari bo'ladi. Doimiy odamlar qilib, o'tirib, dam olib, tomosha qilib ketaveradi. Bugungi kunda asosan shu kechki payt sayrga chiqqanda odamlar kelib manzaradan, shu atrofdagi suv bo'yi, yo'shqa kelib manzaradan bahramand bo'lib o'tirishadi. Asosiy turistlar ham kelib rasmga tushib ketadigan joy hisoblanadi. Ushbu berib o'tgan ma'lumotlarimiz haykal haqida biladigan barcha ma'lumotlarimiz edi va bu videoni o'sha sizlarga ma'lumot berish bahonasida tayyorladik. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandmiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkent shahrining eng qadimiy va muqaddas qadamjoylaridan bo'lgan Shoyx Xovon-To'qur hamda Qaldirochiy maqbaralari haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'p, avvalambor Shayxontohur maqbarasi haqida to'xtalsak,
Bu maqbara Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bo'lib, u 14 va 15 asrlarda yashab o'tgan mashhur tasavvuf va avliyo Shayx Xovam Tohir nomi bilan bog'liq bo'lgan. Shayx Xovam Tohir o'zlarini diniy ilmlarni chuqur egallagan, tasavvuf yo'lida katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan shaxs sifatida tanilgan. U Toshkent aholisi orasida Shayxontohur nomi bilan mashhur bo'lgan. Shayxontohur maqbarasi dastlab oddiy qabr shaklida bo'lgan, keyinchalik esa turli davrlarda qayta qurib, bugungi ko'rinishga kelgan. Maqbara me'morchiligi an'anaviy islomiy uslub yaqqol seziladi. Pishiq ishdan ishlangan devorlar, gumbazli tuzilma va soddalik bilan uyg'unlashgan bezaklar bunga misol bo'la oladi. Ushbu maqbara nafaqat me'moriy yodgorlik, balki muqaddas ziyorat maskani sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda ham ko'plab ziyoratchilar bu yerga kelib, Shayxontohur ruhiga hurmat bajo qilishadi. Endi esa Qaldirochining maqbarasi haqida so'z yuritamiz. Xo'p, Qaldirochining maqbarasi 16-asrga oid bo'lib, me'moriy jihatdan o'zlarining eng yaxshi an'analarini mujassam etgan. Maqbara tashqi ko'rinishiga g'isht terish uslubi, geometrik shakllar va sodda, ammo ma'noviy bezaklar bilan e'tiborni tortadi. Bu odatda o'sha davr Toshkentning siyosiy va madaniy hayoti haqida muhim ma'lumot beruvchi tarixiy manba hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Shayxontohur va Qaldirochining maqbaralari Toshkent shahrining boy tarixi va uning ma'naviy, madaniy merosini aks ettiruvchi noyob yodgorliklar hisoblanadi. Bu obidalar nafaqat o'tmishdan xabar beradi, balki bugungi avlodni tarixga hurmat, ajdodlarga ehtirom ruhida tarbiyalaydi. Shu sababli ushbu maqbaralarni asrab-avaylash va ularni tarixini chuqur o'rganish har birimizni muhim vazifamiz hisoblanadi.